Assalomu alaykum, hurmatli Chorva ishqibozlari, Muslim Chorva kanalining ashaddiy obunachilari. Bizni yaqindan kuzatib borayotgan akalar, ukalar, Qirg'iziston Shved parodi ishqibozlari. Akalar, Muslim Chorva qaytdi. Muslim Chorva qaytdi. Qirg'iziston paroda 7 dona buqachamiz bor, akalar. Mana, ko'ringlarchi, bir-biridan go'zal, bir-biridan zo'r. Qaranglar. Hammasi mollarni gullar, akalar. Xudo xolasa, kimgadir ma'qul bo'lsa beramiz. Manzilimiz Andijon viloyati Sharg'on tumanida joylashgan. O'zimiz xonadondan Xudo xolasa 7 dona buqachamizni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Qaranglar. Nima deyapti Shved? Mo paroda nima deyapti? Alatu deydi Qirg'izistonda mana shu parodalar. Alatu deydi, qaranglar. Shveddan kuchli mana shu mollar, qaranglar. Umuman boshqa sort. Sifatni qaranglar, akalar. Nima deyapti? O'zim 5 metr uzoqdan olyapman, akalar. Mol katta kichik ko'rinib qolmasin. Borsin katta ko'rinsin mollar, akalar. Bizga birovni 1 so'm 1 santimetr kerak emas. Xudo xolasa. Bitta iltimosim bor, akalar, sizlardan. Obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Mana narx-navoni aytishni boshlayman. Muslim Chorva qaytdi. Xudo xolasa, like'ni gummillatib qo'yinglar. Otangga rahmat deb qo'yinglar. Endi yana nima deymiz? Nima deymiz endi? Hozir 5 dona 7 dona buqachamiz bor. 7 dona buqachamiz bor, akalar. Bitta kichkinasi bor, mana. Eng kichkintoy, akalar. Bu ham kelguncha ves yo'qotganda, bu ham semiz bo'lgan, manaqa bo'lib. Bular o'ta semiz bo'lgan. Mana uni ko'ryapsizlarmi? Mana qurib qo'ygan, akalar, mollar, qurib qo'ygan. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha olib kelishga harakat qilyapmiz. Endi nima deymiz? Mesni mollarga taqqoslab olmaysiz, akalar. Mesni molga taqqoslab olmanglar. Biz 40 vori joyimiz yo'q. Duduqlansa mana shunday ketaveradi. Bizda qisqartirib, chiroyli joyini olmaymiz, akalar. Shu tomonimiz bizning minusimiz, akalar. Mana, qanday bo'lsa shunday. Shu mollarimiz mesni mol bo'lsa, mesni moldan 3-4 million qimmat bo'lishini hamma yaxshi tushunib turibdi, akalar. To'g'rimi? Shved paroda, Qirg'iziston paroda baqiydiganlar bilib turibdi, akalar. Qirg'iziston yopilgan. Boshqa gap gapira olmayman. Telefon qilinglar, gaplashamiz. Xullas, Qirg'iziston yopilgan. Rasod ko'p. Kimgadir ma'qul bo'lsa, bitta manosini o'lchadim, 99 ming shunaqa chiqyapti. Lekin oboraslar bir oyda zo'r bo'lib qoladi, akalar. Yebishi zo'ru, Qirg'iziston mollarini bilaman. Qora paroda. Bizda quloqiga sirg'a taqish yo'q. Uni ham eslatib o'tganman. Bittasini quloqida sirg'a yo'q. Quloqiga sirg'a taq Qirg'iziston paroda deganimiz yo'q. Molni tushungan odam olaveradi bizda. Meni shaxsan kuzatadiganlar, Qirg'iziston parodani yaxshi tushunadigan odamlar biladi. Mana, quloqda eni bor, mana o yirtilyapti quloqlari. Akalar, mana. O'ni yirtilyapti quloqlari, mana o mollar quloq yirtilyapti. Biladi o'zi. To'g'rimi, ular mesni parodaga o'xshaydi, lekin Qirg'iziston paroda. Yeb ichishi ham, o'zgarishi ham bar boshqacha bo'ladi. Hali Qirg'iziston parodani bilmaydiganlar endi bitta bo'shatishga bittasini aytdim, bo'yini 1 metr plus minus. Mana o'si 1.5 chiqyapti, akalar. Akalar, mana ajrab qoldi. Bittasi 1.5 chiqyapti. Mana o'siniki 99 ming shunaqa chiqyapti. Kichkinalardan boshlaylik, 2 dona kichkina bor. Bunisini akalar 12,5 million so'm bersanglar dastlabki asvo deb o'ylab. Bo'lishini aytayapman. Faqat bo'lishini aytaman, bitta bo'shatishga hayrini kelishamiz, akalar. Hayrini kelishamiz. Bittaga ham hayrini kelishaveramiz, akalar. Hayri. Faqat hayri 50 ming 60 ming bo'lar xolos, akalar. Yaqin qilib aytaman, o'z narx osmon ko'tarilib ketdi. Kami bor deb, balanddan aytib olish kerak yo'q. Mana uni o'zini olaman deganlarga mana. Ko'ringlar, ko'chatini bozorga ham solishtirib qo'yinglar. 15 million so'm bo'lsa beramiz. Mana shu qo'chani 7 oylik. Mana o'z 6, shu 5 oy, 5,5 oy, 6 oy bo'lsa, mana 7 oy, 7,5 oylik, akalar. Mana ular qo'yg'isi yo'q, 8,5 oylik. 9 oyga borib bormagan buzoqchalar. 8 oy plus minus deyorasizlarni 1, 2, 3, 4, 5 tane, akalar. Endi bo'yi necha deydiganlarga 1.10 dan 1.15 gacha. Mana 1.10 ni qaysi deydiganlarga 1.10 yo'q bu yerda. 1.10 dan baland. Mana uni o'lchovdim 1.13 chiqdi. Mana uni o'lchovdim 1.15. Xullas 1.15 minus deysizlarmi, 1.10 plus deysizlarmi? O'zingizlar bilasizlar, 5 ta buqachaga mana bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta gulini so'raganlarga. Shveddan bor, talg'ir ham bor, shveddan bor, manaqa qimmat paroda ham bor, qora paroda ham bor. Qo'yoq suvi bitta olaman degan 18 million so'mdan bo'lsa, 5 ta faqat, akalar. 1, 2, 3, 4, 5 tasi.
18 million so'mdan bo'lsa beraman. Xudo xolasa, dastlabkasini vodiy bo'la qilib beraman. Boshqa viloyatlarga kelishilgan holda. Shuni aytib qo'yaylik. 18 million so'mdan mana bu qochamiz 15 million, mana bu qochamiz 12,5 million so'm hayrani kelishamiz. Yo'q uka, qo'yg'usi 7 tonni bitta olaman. Qirg'iziston parodi olmoqchi edim deganlarga 16 million 500 ming so'mdan bo'lsa akalar, bitta joyi ketdi mana shu mollar. 16 million 500 ming so'mdan bo'lsa 18-19 million so'mlardan ketyapti mana bitta akalar. Ko'rib turibsiz mana shular. Tanlab olishga 18 million 500 ming so'mdan bo'lishi. Bir tiyin kam yo'q. Mana 1 2 3 4 tani ichida 18 million 500 ming so'mdan tanlab olaveringlar. Olasizlar, mon tanlaylar. Olasizlar, mana on tanlaylar. Olasizlar, shved tanlaylar. Farqi yo'q. Ana. Qo'yg'usi yo'q, bitta olaman deganga 16 million 500 ming so'mdan. Akalar, narx portladimi? Portladi akalar. Layt gumillatib qo'ylar, xudo xolasa. Kelishamiz. Mana. Zo'rin qaranglar. Sifatni qaranglar.